Mamlakatimiz hududlari bo'ylab kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari amalga oshirilmoqda. Mavsumni betalofat o'tkazish maqsadida kommunal sohaga daxldor xizmatlarning ish sifati va samaradorligini oshirish bo'yicha zarur choralar ko'rilgan. Bu borada ta'minotchi korxonalar tomonidan Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlariga muvofiq 2025-2026 yillarda aholi ko'p qavatli uy-joylar infratuzilmasini yaxshilash, kuz-qish davrida barqaror ishlashga tayyorlash ta'minlash uchun munosib turmush sharoitini yaratish ishlari izchillik bilan davom ettirilmoqda. Ayni kunlarda viloyatimizdagi ijtimoiy soha obyektlarida joriy kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish va uni betalofat o'tkazish yuzasidan o'rganishlar olib borilyapti. Hudud gaz Qashqadaryo gaz ta'minoti filiali tomonidan ham kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik borasida olib borilgan tizimli ishlar natijasida aholini tabiiy va suyultirilgan gaz bilan uzluksiz ta'minlashda mavjud muammolarni bartaraf qilishga hamda bu borada yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy holatlarning oldini olishga alohida e'tibor qaratildi. Hudud gaz Qashqadaryo gaz ta'minoti filiali tomonidan 2025-yil 26-yillarda kuz-qish mavsumiga tayyorlanish doirasida amalga oshirilgan ishlar 19 ta obyektda rekonstruksiya qilish ishlari rejalashtirilgan bo'lib, hozirda 9 ta obyektda ishlar to'liq yakunlangan, 5 ta obyektda ishlar olib borilmoqda. Rekonstruksiya ishlarini joriy yilning 1-oktyabr holatiga tugallash maqsadida 4 ta yo'llanma payvandchilar brigadasi to'liq shakllantirilgan bo'lib, zaruriy choralar ko'rilmoqda. Ishlar olib borilmoqda. 3,5 km obyektda polietilen gaz quvur yotqizish material zaxirasi yaratilgan, montaj ishlari boshlanmoqda. Gaz ta'minot punktlarini mukammal ta'mirlash bo'yicha 41 ta o'rnash rejalashtirilgan bo'lib, amalda 136 rejaga nisbatan 332% ga bajarilgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 120-sonli kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish yig'ilish bayoniga asosan Qashqadaryo viloyati 2025-yilda 22.125 ta bosma rostlagichga o'rnash rejalashtirilgan bo'lib, amalda 22.125 ta 100% ga o'rnashlari amalga oshirilgan. Hudud gaz Qashqadaryo GTF tomonidan yanvar-sentabr oyida tasdiqlangan rejaga jadvalga asosan viloyat bo'yicha 3776 ta nostandart gaz jihozlari energiya tejamkor gaz uskunalar o'rniga 5522 ta rejaga nisbatan 146% ga nostandart gaz jihozlari o'rniga energiya tejamkor energiya samarador gaz uskunalar o'rnatilgan. Qarshi shahrida ham mazkur ishlar davom ettirilib, 82 kilometrlik gaz tarmog'i 55 dona gaz taqsimlash qurilmasi mukammal ta'mirlandi. 5 kilometrlik gaz quvuri havo bosimi ostida sinaldi. 208 kilometr gaz quvuri maxsus priborlar yordamida tekshirildi. 5,2 kilometrlik gaz quvurlarini estetik jihatdan tartibga keltirish ishlari amalga oshirildi. 7759 dona bosim rostlagich o'rnatish ishlari amalga oshirildi va natijada xonadonlarda tabiiy gaz ta'minoti yaxshilandi. Hududlardagi 471 dona gaz taqsimlash punktlari demontaj qilindi. Xususan, gaz quvurini rekonstruksiya qilish doirasida Qarshi shahrining Qarlixona mahallasida gaz taqsimlash qurilmalari demontaj qilinib, gaz bosimi rostlagichlari o'rnatish ishlari davom etmoqda. Mahalla bo'ylab o'tadigan tartibsiz quvurlar yaxlit bir qatorga almashtirilib, texnologik yo'qotishlarni oldi olinmoqda. Foydalanish muddati o'tgan yerosti gaz quvuri yangisiga almashtirildi. Bu borada Koson tuman gaz ta'minoti bo'limi tomonidan ham sezilarli ishlar amalga oshirilmoqda. 2025-yilgi manzilli dasturga asosan Arabxona mahallasida 900 metr, Rogzar mahallasida esa 1100 metr yangi gaz quvurining montaj ishlari davom etmoqda. Mazkur ishlar Meset mahallasida ham olib borilmoqda. Hozirgi kunda Koson tuman Meset mahallasini aholi iste'molchilarini gaz ta'minotini yaxshilash maqsadida qo'shimcha 1 km 800 yangi gaz quvur tortish rejalashtirilgan. Hozirgi kunda gaz quvurlarini montaj ishlari davom ettirilmoqda. 2025-yil oktyabr oyiga shu montaj ishlarini tugatib, aholiga gaz ta'minotini yaxshilashga erishamiz. Koson 1 GTS dan eng oxirgi, eng uzoq masofada joylashgan mahalla bo'lganligi sababli qish mavsumida gaz ta'minoti sal yetib kelish sal qiyinchilik tug'dirgan edi. Shu bois hozir ushbu mahallani Koson 2 GTS tarmog'iga ulab, yangi gaz quvur tortib, gaz quvurlarini qaytadan montaj qilish ishlari olib bormoqda. Shuningdek, tumanning Paxtazor, Lolazor, Do'stlik mahallalarida 6,5 kilometrlik gaz quvuri zichlikka sinalib, havo bosimi yordamida tozalandi va yuqori va o'rta bosimli taqsimlash qurilmasi texnik ko'rikdan o'tkazildi.